Jon Grey "Erkaklar Mars, ayollar esa Venera sayyorasidan" audio kitobi 25-qism. Yana o'sha muammolar va aynan o'sha kelishmovchiliklar. Ayol quduqdan chiqqach yana avvalgi holiga qaytadi, ya'ni sevishga qodir va nozik bo'lib qoladi. Biroq kuchli jins vakillarining ko'pchiliklari mana shu ijobiy tanaffuslarni noto'g'ri qabul qilishadi. Odatda erkak juftini bezovta qilgan muammolar endilikda yechimini topgan deb o'ylaydi. Yo'q, bu faqat xayol. Erkakning mahbubasi baxtdan nur sochyapti, sevgini o'rganyapti. Bu holatni erkak juftimning hamma ishlari joyida, shu sabab ham kayfiyati yaxshi deb noto'g'ri hisoblaydi. Ayolning to'lqinlari pastga tusha boshlaganda xuddi o'sha muammolar yana paydo bo'ladi. Bu vaziyatda erkakning jahli chiqadi, sababi u tashvishlar aridi deb o'ylagandi. Ayolning ichki siklining to'lqinli xususiyatini hisobga olmay, erkak juftini asosli hislarini tan olishi va ularga yetarlicha teran qarashi qiyin kechadi. Ayolning yechilmagan muammolari yana yuqoriga suzib chiqqanda erkak hurmatsizlarcha quyidagicha munosabatda bo'lishi mumkin. Masalan, biz yana qancha vaqt davomida faqat bir xil narsa bilan mashg'ul bo'lamiz? Men bu haqida avval ham eshitgandim. Men bu muammoni hal etdik deb o'ylagandim. Sen qachon butun tarixni tugatasan? Men boshqa bu ish bilan shug'ullanishni xohlamayman. Bu qandaydir ahmoqlik. Biz yana shu mavzu haqida janjallashyapmiz. Nega sening shuncha muammoing bor? Ayol quduqqa tushishi bilan uning barcha muammo tashvishlari o'zlari haqida eslatishni boshlashadi. O'tmishda yechilmay qolgan muammolar keyinchalik albatta yuzaga qalqib chiqadi. Erkakni ayol quduqqa tushayotgani yoki uning sevgisiga har qachongidan ham muhtojligi haqidagi ogohlantiruvchi signallar. Ayol quduqqa tushishidan avval his qiladigan bir nechta tuyg'ular. Ayol nima his qilayotgani, ayolni real hayotda aytayotgan so'zlari. Ketma-ketlikda eshiting. Xafagarchilik his qilayotgan ayol hali meni qancha ishim bor deb aytadi. O'ziga ishonmaslikni his qilayotgan menga yana kerak deb aytadi. Gina saqlayotgan ayol hamma tashvish mening yelkamda deb aytadi. Tashvishlanishdagi ayol ish qanday ko'rinishda kechayotganligiga qiziqadi. Tushunmaslikni his qilayotgan ayol men nimagaligini tushunmayman deb aytadi. Charchash, meni boshqa kuchim qolmadi. Umidsizlik, men nima qilishni bilmayapman. Passivlik, menga baribir nimani xohlasang qilgin. Talab qilish, sen bu ishni bajarishing kerak. Istamaslik, rozi bo'lmaslik, yo'q, men xohlamayapman. Ishonmaslik, bu bilan sen nima demoqchisan? Nazorat qilishga intilish, sen bu ishni bajardingmi? Tasdiqlanmaslik, sen qanday qilib esingdan chiqarding? Ayol quduqqa tushgan juftini qo'llab-quvvatlashni eplash muhimdir. Ayol bu ishni bajargani yuksak qadrlaydi. Ayol sekin-asta o'tmishning qattiq qo'llaridan qutuladi va unda ko'tarilishlar va qulashlar sodir bo'ladi. Biroq ular endi ayolning mehribon tabiatini o'zgartirishga qodir bo'la olmaydilar. Unga nima kerakligini tushunish. Seminarlarimdan birida Tom shikoyat qilib dedi. Syuzan bilan bizni munosabatlarimiz boshlanganida u kuchli edi, biroq oradan vaqt o'tib so'nib qoldi. Men unga sevishimni aytib, ishontirishga harakat qildim. Biz bu mavzuda juda ham ko'p gaplashdik, lekin oradan bir oy vaqt o'tgach, unda yana o'sha ishonchsizlik paydo bo'ldi. Syuzan avval meni so'zlarimni eshitmagandek, go'yo hammasini unutgandek bo'lib ko'rindi. Bu holatdan juda ham jahlim chiqdi va biz qattiq aytishib qoldik. Tom ko'pchilik erkaklar xuddi shunday vaziyatdan o'tishlarini bilib juda ham hayron qoldi. Tom va Syuzan tanishganlarida ayol uchib yurardi va uning erkakka bo'lgan sevgisi ham kundan kunga ortardi. Biroq Syuzan baxtning cho'qqisiga yetgach birdan o'zgarib qoladi va o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Keyin e'tiborni talab qila boshlaydi. Bularning bari ayolning quduqqa tushish holatining boshlanishi edi.
Tom Syuzan nimadan bunday ahvolga tushganini tushunmasdi, lekin ayol bilan uzoq davom etgan suhbatdan keyin u o'zini biroz yaxshi seza boshladi. Erkak Syuzanni sevgisiga ishontirdi va shundan keyin ayol o'zini yana baxtning cho'qqisida his qila boshladi. Mana shu suhbatdan keyin Tom oralaridagi bu muammoni muvaffaqiyatli yechganidan xursand bo'ldi. Biroq oradan yana bir oy vaqt o'tib, ayol yana o'zini yaxshi his qilmay qo'ydi. Bu safar erkak kamroq e'tibor bilan sabr qildi. Uni qattiq jahli chiqqandi. Tom o'zini haqoratlangandek his qilardi. Sababi bir oy avval u xotinini muhabbatiga qiynalib ishontirgandi. Yana o'sha muammoni to'g'rilashni istamasdi. Ular yana janjallashib qolishdi. Hammasi u darajada yomon ahvolda emas. Tom ayollar xuddi to'lqinga o'xshashligini bilgach, u eng asosiy narsani tushundi. Ya'ni ayollardagi o'ziga nisbatan ishonchsizlik xuruji va e'tiborga bo'lgan talab, bular vaqtinchalik, qochib bo'lmas va tabiiy holatdir. U Syuzanni sevgisiga ishontirganda bu holat doimiy bo'ladi deb hisoblab, qanchalar soddalik qilganini tushundi. Erkak ayolni quduqqa ketish davrida to'g'ri qo'llab-quvvatlash orqali faqat Syuzanga ruhiy xotirjamlik, balki har ikkalariga ham janjallashishdan yiroqlashish imkoniyatini ham bergandi. Tom o'zi uchun 3 ta asosiy kashfiyotni topgandi. Birinchi, erkakning sevgi va qo'llab-quvvatlashi bir zumda ayolning barcha muammolarini bartaraf eta olmaydi. Biroq uning muhabbati ayol quduqqa ketayotgan davrida unga katta yordamni bera oladi. Agar ayol doim sevgini o'rganadi deyilsa, bunda juda soddalik qilingan bo'ladi. Yuzaga chiqqan muammolar doim paydo bo'laveradi. Lekin erkak ayolni qo'llab-quvvatlash orqali ham o'ziga ham unga yordam bera oladi. Ayolning quduqqa tushish davri bu erkakning aybi yoki mag'lubiyati emas. Erkak har qancha tayyorgarlik ko'rsa ham bu holatni bartaraf eta olmaydi, balki qo'llab-quvvatlash orqali ayolning qiyin davrida yordam beradi. Uchinchi, ayolda pastdan tepaga birdan ko'tarilish salohiyati bor. Xuddi quduqning tubiga yetib borib yuqoriga ko'tarilgandek. Erkak hech nimani to'g'irlashi kerak emas. Quduqqa tushib ketgan ayol singani yo'q, lekin juda ham e'tiborga, sabrga va tushunishga muhtoj bo'ladi. Ayol o'zini quduqda ishonchli his qilmaganda, ayollarning to'lqindek yuqoriga pastga tendensiyalari erkak bilan intim munosabatlarga kirishayotganda ham yuz beradi. Ayol siklning boshidan oxiriga qadar o'zini bexavotir his qilgan holda o'tishi juda ham muhim. Agar shunday bo'lmasa, ayol hammasi joyida degan ko'rinish qilib, ichidagi barcha salbiy hislarni bostiradi. Agar ayol o'zini kerakli darajada bexavotir his qilmasa, unda bitta alternativa bo'ladi: yaqinlikdan yoki jinsiy aloqadan qochish yoki o'zining salbiy hislarini ovqatlanish, ichish, boshi bilan ishga sho'ng'ish yoki boshqalar haqida haddan ortiq g'amxo'rlik qilish kabilarga bag'ishlaydi. Biroq shuncha ko'rilgan choralarga qaramay ayolda baribir quduqqa qulash ehtimoli bo'ladi va hislari kutilmaganda nazorat qilib bo'lmay qolgan vaqtda tashqariga chiqib ketadi. Salbiy hislar bostirilganda ular bilan birga ijobiy va sevgi tuyg'ulari ham batamom yo'q qilinadi. Ehtimol siz ham umrida hech qachon janjallashmagan er-xotinlar birdan barchani hayron qoldirib ajrashganlarni ko'rgandirsiz. Mana shu holatlarda asosan ayol salbiy hislarini janjal chiqmasligi uchun bostirib yurgan bo'ladi. Natijada esa u muhabbatni his qilishni yo'qotib qo'yadi. Salbiy hislar bostirilganda u bilan birga ijobiy hislar ham yo'q qilinadi va sevgi o'ladi. Haqiqatdan ham kelishmovchilik va janjallardan qochish juda ham yaxshi, lekin bular hislarni o'ldirish hisobiga bo'lishi kerak emas. Biz kitobning 9-bobida bu ishni qanday bajarish kerakligiga qaytamiz. Emotsional bosh tozalash. To'lqinlar pastga tusha boshlasa, ayol uchun tozalanish vaqti yoki hissiy emotsional bosh tozalanish davri keladi. Ayol bosh tozalanishdan o'tmasa, asta-sekin sevish va muhabbat bilan o'sishdan to'xtab qoladi.
Ayolning his-tuyg'ularini ongli ravishda bostirilishi uning tabiatiga, tabiiy ravishda to'lqinlariga ta'sir ko'rsatadi. Ayol vaqt o'tib umuman qandaydir tuyg'ularni his qilishni esdan chiqarib qo'yadi, ehtiroslarni-ku aytmasa ham bo'ladi. Salbiy his-tuyg'ularining yuzaga chiqishiga yo'l qo'ymaydigan ayollar o'z navbatida tabiiy to'lqinsimon harakatlariga xalaqit beradilar, ya'ni hayz ko'rishdan avvalgi holatlarini boshdan kechiradilar. Ushbu sindrom va salbiy tuyg'ular bilan ochiqlik holatida kurasha olmaslik qobiliyati o'rtasida mustahkam aloqa mavjud. Ayollar bu holatga o'rganib, hayz simptomi yo'qolib ketayotganini tushunishdi. Biz kitobning 11-bobida salbiy tuyg'ularni yengish uchun nima qilish kerakligini ko'rib chiqamiz. Hatto o'ziga ishongan, hayotda muvaffaqiyatga erishib oyog'ida mustahkam turgan ayol ham vaqti bilan o'zining qutug'ini ko'rgisi kelib qoladi. Erkaklar, ayollar xizmatda biron bir natijaga erishgan bo'lsalar, ularda hech qanday bosh tozalash jarayoni bo'lmaydi deb xatolikka yo'l qo'yadilar. Ularda ham ana shunday holat. Ishlaydigan ayollar doimiy ravishda stresslarga va emotsional tiqilishlarga duch kelishadi. Tabiiyki, bunday ayollarga bosh tozalash juda ham zarurdir. Ishda katta hajmdagi stressni boshidan kechiradigan erkaklar uzoqlashishga ko'proq ehtiyoj sezadilar. Ayollar o'zini o'zi qadrlashi bilan bog'liq ko'tarilishlar va qulashlar yuzasidan olib borilgan bir tadqiqotda odatda bu holat 20-30 kun ichida yuz berishini ko'rsatdi. Bundan tashqari ko'tarilish va tushish sikli hayz sikli bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin, lekin o'rtacha davomiyligi 28 kunga to'g'ri keladi. Ayol biznes kostyumini kiyib, hissiyotli amerikancha gorkalardan o'tishi mumkin, lekin u uyga kelganda juftining nozik mehri va qo'llab-quvvatlashi kerak bo'ladi. Shunday muhim vaqtda har bir ayol minnatdor bo'ladi. Shuni alohida tushunib olish kerak. Ayolning vaqti bilan quduqqa tushishi uning ishchanlik qobiliyatiga ta'sir qilmaydi, lekin sevimli va kerakli insonlari bilan muomalasida o'z ta'sirini o'tkazadi. Erkak qanday qilib quduqdagi ayolni qo'llab-quvvatlashi mumkin? Donishmand, aqlli erkak ayolning ichki tabiiy sikliga to'g'anoq bo'lmaydi. U o'zining gina va talablarini uzoqroqqa bekitib, ayolni qo'llab-quvvatlashni o'rganadi. Natijada erkak va ayolning munosabatlari gullab-yashnaydi va yillar davomida juftlikni na muhabbat va na ehtiros tark etadi. Ehtimol erkak bu jarayonda ko'plab hissiy bo'ronlar va qo'rqoqchiliklarni boshidan o'tkazar, biroq qurbonlar uchun mukofot ularni to'ldirib beradi. Donishmand bo'lmagan yoki ayollar to'lqinlari haqida ma'lumotga ega bo'lmagan erkak ham bo'ronlar va qo'rqoqchilikdan aziyat chekadi, lekin u juftini quduqda vaqtida sevish san'ati yo'qligi sabab ularning muhabbati rivojlanmaydi va keyinchalik butunlay muzlab qoladi. Audio kitobimiz davomini Shukrona qalb kanalimizda kuzatib boring. Biz bilan birga